Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz kuzatuvchilar. Mana hozir yo'llarimizni kesish jarayoni davom etyapti. Endi hozir bu yerda gul kesilyapti. Navesti gullari. Kesishini qaranglar buni. Keyin lazer biznesiga qiziq turgan akalarimiz uchun hozir bu lazerimiz 3 kilovatli lazer. Agar qalinliklar bilan ishlayman, uni puli o'ziga yarasha ko'proq bo'ladi bunga nisbatan, chunki bu 10 soat kesgan narsani u anchagina tez kesib beradi. Shuni hisobiga soatdan yutadi. Bu soatiga 250-300 ming topadigan bo'lsa 12 kilovatli, 20 kilovatli lazerlar soatiga 1,5 million atrofida, 1 million 1,5 million atrofida topaveradi bemalol. Shuning uchun lazer biznesiga qiziq turgan akalar uchun kattasini olishni tavsiya qilamiz. 6 kilovatligi hozir aytaman 30 mingdan 35 ming atrofigacha. Hamma lazerlarda har xil, bu Badur lazerda 35 ming atrofida bo'ladi. Keyin agar tavsiya qilganim 1 kilovat olsalar, menimcha 45 ming atrofida bo'lsa kerak. Aniq narxini bilmayman, lekin taxminan 45 ming atrofida. Bu 6 metrligi uzunliklar kesish uchun ham yaxshi. Ba'zilar profil, shveller, ugolni shunaqa narsalar ishlab chiqarishga mo'ljallaydi. Qo'shimcha holatda ham ko'chadan kelgan ish qiladi, ham nimani. O'shalarga 6 metrlik ham yaxshi. Mana bunkerlarimiz ko'rib turganlaringdek, mana bu yo'llari anchagina tik. Tikligini hisobiga, keyin tagini kengligini hisobiga ko'mir to'xtab qolmaydi. Keyin tepalari uklon solishlarga qulay. Mana ko'mir tushadigan joyi. Bayda kattalik uchun mana yig'ilib qolish holati bo'lmaydi. Prem uchib ketaveradi. Eshikchalari ham mana ruchkali qo'yganmiz, qulaylik uchun. Santexniklarga iloji boricha maksimalni aloqaga chiqyapmiz. Agar kommentariyada raqamlarni qoldirib ketsalaringiz ham aloqaga chiqib, kat yo'lni ko'p o'rnatadiganlar. Kat yo'lda qaysi kat yo'ldan o'rnatishgan, qaysidan o'rnatishyapti, ularda nima kamchilik bo'lyapti? Shularni bartaraf etib berishsa, o'zimiz aloqaga chiqib, so'rab, keyin taklif va nimalarini, shikoyatlarni inobatga olib o'rganib chiqilyapti. Ko'pchilikka telefon qilyapmiz, yana ham raqamlarni qoldirsalaring yo santexnik akalarimiz kuzatadiganlar raqamlarni qoldirsa, yana ham aloqaga chiqamiz. Yana ham takliflari bo'yicha agar postoyanniy ko'proq kat yo'l qo'yilsa, aytgan kat yo'llardan ham ishlab chiqarib berish imkoniyatimiz bor. Haqiqatan ekonomik bo'ladigan bo'lsa, keyin ko'p talabgir bo'ladigan bo'lsa. Faqat men qanaqa kat yo'l ishlab chiqarmayman, 2 soatda, 3 soatda qarash kerak bo'lgan kat yo'lni umuman ishlab chiqarishni xohlamayman. Sababi hamma ham bemalol kat yo'l olishdan maqsad xotirjam yashash bo'ladi. Xotirjam qanday bitta ko'mir hisob qo'yib bemalol yashash bo'ladi. Endi unga har 2 soatda ko'mir solinaveradigan bo'lsa, anchagina noqulaylik bo'lib qoladi. Shuning uchun men unaqa kat yo'l ishlab chiqarganim yo'q. 3 million, 4 million, 5 million deb uni reklama qilib sotib, ertadan keyin u insonlarga yana kat yo'lda almashtiraman degandan ko'ra, haqiqiy ekonomik narsa taklif qilib, mayli ozgina meni harakatim ko'proq bo'lsin, xarajatim ko'proq bo'lsin, narxi ham mayli ozroq qimmat bo'lsin, lekin uzoq yil sifatli va tejamkor bo'lishda beradi. Bu maqsadimiz O'zbekiston bo'yicha shu brendimizni tanitib, yurtdoshlarimizga va qo'shni davlatlarga ham kerak bo'lsa, inshaalloh ekonomik kat yo'llarni yetkazib berish. Qat'iyan shuni ustida ishlayapmiz, harakat qilyapmiz yurtimiz uchun, xalqimiz uchun. Videoga like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, kuzatishda davom etinglar. Yana yangi videolar qo'yib boramiz.
hozir shu bahor oyida ko'p vaqtim bo'lmadi, ko'p yangiliklar qilib izlanib, keyin yana ham shu kat yo'llarimizni qulayliklarini oshirganligimiz uchun ko'p ijtimoiy tarmoqlarga vaqtim bo'lmay qoldi. Endi yana ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq e'tibor beramiz. Yangiliklarimiz barchasi tayyor bo'lib qolyapti. Sizlar bilan bo'lishamiz. Misol uchun 50 kiloga to'p turgan joyda 30 kiloga turib beradigan bo'lsak, hisoblab ko'ring, 5 yilda qancha yetib qoladi. Normal summa kelib chiqadi. Shuning uchun bizni qo'llab-quvvatlab tursalar, biz yana ham izlanib, yana ham ekonomik, yana ham qulay yo'llarni sizlarga yana ham arzonroq qilib berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Keyin lazer olaman deb yurganlar ham aytganimdek ehtiyot bo'linglar. Hozir lazer olib kelayotganlar ko'payib ketdi. Hamma ko'payganligini hisobga konkurent arzonlashtirish maqsad bo'lib qolib turib, vaqtida servisga qaramay turgan olib kelayotganlar bor. Olib keladi, servisga qaramaydi. Yoki sifatsizroqlari bor. Shuning uchun uzoqroq ishlagan lazerlarga borib, lazer ishlatgan bolalarni olib borib tekshirib ko'rsatsalaring yaxshi bo'ladi. Qalinroq ishlarni tezroq kesib ko'rish kerak. Misol uchun mana Badorni misol qilaman, men reklama qilib turganim yo'q. Badorni misol qilaman. Shu Badorda endi biz asosan 3-4 lik ishlatganligimiz uchun shu tezligini 8,5 gacha, mana 8 ning 8 gacha kesganman. Ko'p joyda 6 kesishadi. Vaqt cho'zilib ketadi. Men misol uchun 8 gacha kesardim, bemalol kesib berardim. Hamma yo'g'ini to'g'ri ustunovka qilib, to'g'ri ishlatadigan bo'lsa, normal tez ishlab beraveradi, mustahkam bo'lib. Shunisini tekshirib olishlaring kerak. Eng kamida 1 yil ishlagan lazerni borib ko'rib, o'sha tezligini o'zgartirib ko'rib, misol uchun mana 1.8 listi hozir shu lazer 12 tezlikda kesayotgan bo'lsa, 15 tezlikda qilsangiz kesmasdan tashab ketadi. Asli 15 tezlikda ham ustunovkani to'g'rilasa kesish kerak. Shularga e'tibor berib olish kerak. Ishlatib ko'rib, sizga lazerni ega sotuvchilar ishlatib bermasin. Siz olib borgan inson ishlatib ko'rib turib, ha, bu lazer o'sha olib turgan narxga arziydi deydigan bo'lsa, keyin o'sha lazerdan olsangiz tavsiya qilamiz. Meni hozir asar rivojlanyapti. Hozirgi vaqtda olinadigan bo'lsa, bemalol pulini chiqarib oqlasa bo'ladi, chunki hamma narsa asosan shu lazerda bo'lib qolyapti. Tag'in lazer shakllarimiz xato bo'lishmasin. Rizq bu. Mana bu mahallada ham hozir o'ta lazer ko'p. Lekin mana bular ko'rinmayapti. Ish ham yetarli. Naveska, darvozaga ishlar kesilgan mana. Hayır, sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh seximizda yangiliklarni ham sizlarga ko'rsatishda davom etamiz. Kuzatishda davom etinglar. Videoga bitta like bosib, kommentariyada fikrlaringni bildirib ketaverasiz. Videoni Katyol qidirgan tanishlarga jo'natib qo'ying. Katyolda faqat kuz-qish oylarida emas, iloji bo'lsa hozirgi vaqtlarda ozgina bemalol qiling. Agar nalitida bor katyollarimiz bo'lsa, tez yetib boradi. Qolganlari bir hafta atrofida chiqyapti. Shuning uchun mana hozirdan o'zi boshlanyapti-da, ochlik bo'lish. Chunki u bir kundan qilib bitirib qo'yadigan narsa emas. Sifatiga qarab, tekshiruvlarni o'tkazib, yetkazib berish uchun bir hafta atrofida ketib qoladi. Hozir bir hafta bo'lgandan keyin u kuz-qish oylarida aniq eng kamida 15 kun bo'ladi. Eng tez bitirib berilgan 15 kun, 20 kun, 1 oy bo'lib ketadi. Bu faqat biz aybimizdan iloji boricha, imkoni boricha harakat qilamiz. To'liq vaqtida yetkazib berishga. O'zi aloqaga chiqishganda ham muddatini aytamiz, shu muddat atrofida yetib boradi.
Shuning hozirdan harakat qilaverasizlar. Endi hamma ko'pchilik ishlab turadi. Ishlab turganda tayyorlab olinadigan bo'lsa, keyin ham santexnik akalarimiz vaqtlari bo'ladi. O'zimizga aloqaga chiqsalaring, santexniklarimiz bor. Bemalol O'zbekiston bo'yicha kimga santexnik kerak bo'lsa topib beramiz. Arzon va sifatli. 2 yil, 5 yillab garantiya bilan ishlab beradigan akalarni o'zimiz topib beramiz. Qiynalib, kim yaxshi usta ekan, nima ekan deb qidirib yurmaysizlar. Keyin kat yo'l o'rnatmagan ustalarga yo'l o'rnatgan ustalarga o'rnatishga harakat qilinglar. Baribir hamma narsani ko'rib yurgan odam tayyorlagani yaxshi bo'ladi.